Agar sen Senegalda o'zbeklarni ko'rib qolsang nima qilasan? Senegaldan Luboy o'zbekni ko'rganimdan men ikki qo'l bilan ko'taraman xo'jaga. Mehmonlik qilib to'yimgacha jigarim qo'ymayman. Молодец. Aksucha bilan Luboylar o'zbekda 100% bor o'zbeklari. Javob bor. Shu. Молодец. Hamasang ham qilganday bo'lding, lekin sen qiladigan bo'lasan bilaman. Молодец. Qara qanaqangi men xursand bo'lib ketyapman-da, bizning xalq shunchalik hayotimiz faqat shu hayotim shu-da, baratan ko'ra. 6 yil baratan yashaganim O'zbekiston, 6 yil baratan mazza qilib yashardim. Kom davlatim o'xshaydi. Siz bilasizmi, baratan? Siz Toshkentga kelganingiz bo'lsa, bir ko'p joylarni xohlagandan xalq qilardim, masalan. Shunaqa. Kerak narsa qaytim bilaman, kimdan qo'lidan, kimdan nima bo'lsa, kimdan chiqsin kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Qara, Toshkent shunaqa shahar bo'lgan, men senga hali aytmaganman, hozir aytyapman. Urush paytida, Ikkinchi jahon urushida butun dunyoda bolachalar bor-ku, Rossiyani har xil shaharlaridan, yoqdan, bu yoqdan qolib ketgan bolachalarni Toshkentga olib kelib, Shoh Mahmudovlar oilasi katta qilgan nechtadir bolani o'sha urush paytidan olib kelib. Shunaqa mehmondo'st xalqda mana sen Молодец. No bo'linadi, mehmondo'stligini. Juda ham bo'linadi. Shunaqa, shuni hozir men ham maqtangim kelib ketyapti-da, shunaqangi millatni bolasligimga. Qara, chetdan turib xolis baho berasan. Zo'rda bizda o'zbeklar haqiqiy, mana shunaqa mehmondo'st xalq. Bir ikkita bor endi guruch turmaksiz bo'lmaydi. Viloyat ham boring. Mana buni Samarqand, Qashqadaryo, Samarqand, Qashqadaryo jizzaxlari bor. Masalan, oqibatlar mehmondo'st qaraqa viloyatga bo'lganim, baraka mazza. To'yimgacha mehmon qiladi.